sharoitni yaratib beryaptilar. Ayniqsa yoshlarga juda katta e'tibor va imkoniyatlar berilyapti. Mana hozir sizlar bilan uchrashganimizga qadarli biza umuman yoshlar o'rtasida sportni targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida ommaviy sportni keng yo'lga qo'yish, 5 tashabbus, mana shular bo'yicha ham ko'p gaplashib keldik. Bundan tashqari universitetda tashkil etilgan til markaziga borib yoshlarimiz bilan uchrashdikki, u yerda havas qilsak arziydi, 1-kursdan 4-kursgacha bo'lgan har bir o'g'il qizlarimiz xorijiy tillarni o'rganyapti. Kamida ular mana shu oliygohni tugatsa, ikkita xorijiy tilni o'rganishni o'zini oldiga maqsad qilib qo'ygan. Rejalari juda katta. Xorijga chiqish, u yerda magistraturani davom ettirish, top 100 talikka kiradigan oliygohlarga o'qishga kirish va u yerda o'zini imkoniyati, shart-sharoit, malakasini oshirib, o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'iga, tumanga va viloyatimizga qaytib kelib, viloyatimizda har tomonlama iqtisodiy rivojlanishi uchun o'zini xizmatini ayamaslik haqida hozir juda mamnuniyat bilan gapirdilar. Mana biza men boshchiligimda barcha mana sektor rahbarlari borib, ko'rib, ulardagi imkoniyat, sharoitni havas qildik hammamiz. Havas qildikki, bunning hammasini muhtaram prezidentimiz yaratib berganlar. Bepul o'qitilyapti ular. Birortasi bir so'm birovga bir pul berayotgani yo'q. Bepul o'qitilyapti. Oldimizga maqsad qilganmiz. Har bir tumanlarimizda, mahallalarimizda, maktablarimizda mana shu tilni o'rganadigan bepul kurslarni tashkil qilamiz. Mahalliy byudjetimizga xudoga shukr pullarimiz, imkoniyatlarimiz bor. Mana shu til o'rgatadigan hurmatli ustozlarimizga, domlalarimizga biza oylik ish haqlarini to'lab beramiz. Va odamlarimiz, ayniqsa yoshlarimiz hammasi eshitish kerak, bilish kerak. Agar kim borib til o'rganmoqchi bo'lsa, albatta biza uni bepul o'rganishiga imkoniyat va sharoit yaratib beramiz. To'g'ri, repetitoriya xizmatlari ham bor pullik, lekin uni yoniga bepul til o'rgatadigan markazlar ham albatta bo'ladi va bundan har bir yoshlarimiz unumli foydalanish kerak. Mana ko'rdinglar, yoshlarimiz nimani xohlasa, prezidentimiz barcha imkoniyatlarni yaratib beryaptilar. Sizlar uchun mana birorta davlatda yo'q 100 dan ortiq imkoniyatlarni, imtiyozlarni kechagi yig'ilishda ham yurtboshimiz yaratib berdilar. Vazifa qo'yildi, bundan keyin har payshanba kuni demak vazirlik, idora, hokimliklarda yoshlar kuni bo'lishi belgilandi va har bir rahbar mana shu yoshlar bilan ishlash, ularning masalalarini hal qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilaydi. Endi bular qog'ozda emas, amalda demak o'zini isbotini topish kerak. Biz dastur qilib, boyagi qog'ozbozlik qilmaymiz, joylarga chiqib, uzoq-uzoq qishloqlarimizga, mahallalarimizga borib, har bir yosh bilan ishlab, ularni muammolarini eshitib, hal qilish bo'yicha oldimizga katta reja olganmiz. Bilasiz, o'tgan yildan boshlab mana shu ayni yoshlarimiz tadbirkorligini rivojlantirish uchun Aloqa bank bilan Milliy bankka juda katta resurslar ajratildi. Mana Aloqa bankning boshlig'i, Milliy bankning boshlig'i Dilmurod, Aloqa bankning boshlig'i Shahruz ham ishtirok etyapti. Shu bilan birga viloyat markaziy bankimizning boshlig'i ham ishtirok etyaptilar, Dilshod aka. Men o'ylaymanki, bularga ham hozir so'z beramiz. Ular ham o'zini takliflarini aytadi. O'tgan yili 1000 ga yaqin mana tengdoshlariz Aloqa bankdan 135 milliard so'm kredit oldi. Yoki 375 nafar bitiruvchilar Milliy bankdan 30 milliardga yaqin kredit oldi. Kechangi bo'lgan yig'ilishda hurmatli prezidentimiz yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun bu ikkita bankka qo'shimcha 200 million dollar mablag' ajratdilar. Albatta bunda ham Qashqadaryoning o'zining ulushi bor. Qashqadaryolik yoshlar, qashqadaryolik bitiruvchilar unumli foydalanib, mana shu pullardan ham olib, kelgusida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha ishlashlari kerak. Endi men ko'p narsalarda takrorlab o'tirish niyatim yo'q, uni o'zlaringiz eshitdinglar. O'zi band qilgan yoshlar uchun ham kredit miqdori 100 milliondan 300 millionga oshirildi, Dilshod aka, to'g'rimi? Yosh tadbirkorlar loyihasi uchun kredit ajratish miqdori oldin 5 milliardgacha bo'lsa, hozir 10 milliard bo'ldi.
Ko'ryapsizlarmi? Mana bu ham mana shu prezidentimizning yoshlarga bo'lgan mehr muhabbatlarning bir namunasi. Yoki kelajak tadbirkori dasturi doirasida yosh tadbirkorlarga 7 yilgacha 15% kredit. Shuningdek, ushbu dastur o'zi band qilgan yoshlarga garovsiz 20 million so'mgacha, o'z biznesini boshlayotganlargacha 300 million so'mgacha kredit ajratilishi belgilandi. Faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lganlarga 2 milliard so'mgacha, 5 ta bitiruvchini ishga olgan tadbirkorga esa 10 milliard so'mgacha kredit beriladi. Yoshlarga biznes xizmatlarini ko'rsatuvchi yoshlar biznes inkubatori ishga tushiriladi. O'tiringlar sizlar. Yangi avlod tadbirkorlari dasturida Garvard, Stanford kabi xorijiy oliygohlar hamkorligida 40 ming yosh biznesga demak o'qitiladi. Agar ko'ryapsizlar, dasturni muvaffaqiyatli tugatgan eng yaxshi 1000 nafar yoshga 3 yil muddatga 200 million so'mgacha 7% sudda ajratiladi. Bu ham mana shu tadbirkorlarimizga bo'lgan juda katta imkoniyat va sharoitning natijasi. Yosh tadbirkorlar chempionati o'tkazilib, eng yaxshi 100 ta loyihani brendga aylantirish uchun 1 milliard so'mgacha har biriga mablag' beriladi. Banklarda yoshlarga bepul biznes reja tayyorlab beradi banklarimiz. Hamda ularni tadbirkorlikka o'qitamiz. Bu hammasi mana shu prezidentimiz tomonidan ajratib berilgan mablag'. Buni endi hal qilish, bunga egalik qilish, bu mablag'larni olish, ishlatish hammasi faqat yoshlarni bugun o'ziga bog'liq bo'lib qoldi. Men o'ylaymanki, qashqadaryolik yoshlarimiz ham bir tan bir jon bo'lib ishlab, banklar bilan ishlab, o'zlarining katta tadbirkor ustozlari bilan birga ishlab, o'zimizning yo'limizni topa olamiz va mana shu 200 million dollar ichidan qashqadaryolik yoshlar ham o'zlarining ulushlarini albatta oladilar. Hali suhbat jarayonida boshqa ma'lumotlarimiz ham, gaplarimiz ham bor. Ularni ham birgalikda gaplashamiz. Men vaqt ketmasligi nuqtai nazardan Abror sizga so'zni bersamda, yoshlarimizni bu yerga qanaqangi takliflari bo'lsa eshitsak, men bilan birga ishchi guruhi ham kelgan, mana Anvar aka o'tiribdilar. Boshqa yoshlar agentligidan sizlarda aytgan har bir fikr, mulohazalaringizni biz yoza olamiz, natijasi bo'yicha chora-tadbir belgilaymiz va ijrosini ta'minlaymiz. Kelgusi uchrashuvlarimizda sizlarga bildirgan takliflaringizni ijrosi bo'yicha axborot berib boramiz. Marhamat. Rahmat, Murodjon Berdialiyev. Ruxsat bersangiz, navbatni yoshlarga beramiz. Ozodbek 7 yildan beri German davlatida istiqomat qilaman va boshlanishda o'qiganman va hozirda litsenziyalar bo'yicha ishlab kelyapman. Va o'tgan yildan beri Qarshi o'zimni shaxsiy nemislarga ixtisoslashgan o'quv markazini tashkil etdim va shu Qaysi shaharda? Qarshi. Va hozirgacha 50 ga yaqin talaba qizlarimizni German davlatga ishga va o'qishga jo'natishga muvaffaq bo'ldik. Avvalambor bu uchun shahoratnomlik va yoshlar yetakchisiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shunday va ruxsat bersangiz taklifim bor. Marhamat. Aloqa bankingiz bilan kredit olib ochdi. Marhamat. Taklifim shundan iborat ediki, ayni paytda yuqori darajada nemis tili bilish darajasi bo'lganligi uchun Qarshi shahrida Germaniya davlatidan haqiqiy nemis tillariga mansub bo'lgan nemis o'qituvchilarini olib kelish reja qilmoqchiman. Va bu 2026 yilda katta rejalardan biri va bu bilan yoshlarga katta motivatsiya va shu bilan birga Germaniya davlatida o'qishlarini yanada kengaytirib davom ettirish imkoniyati bor. Shuning uchun men taklifim shuni moliyalashtirish edi. Sababi nemis davlatida oldindan so'rashadi. Chunki umuman bormagan davlatga borish ehtimoli bo'ladi va shu davlatlarda bu yerda yaxshi sharoit yaratib berish bizning asosiy vazifamiz. Sababi qarshilik va qarshilik yoshlar uchun juda qimmatli bilimlarni berishadi. Bitta o'qituvchi necha pulga kelyapti? Hozirlikda o'qituvchilarimiz rejamiz ostiga olganmiz. Germaniya davlatidan Gamburg shahrida. Ularni miqdori 2,5 ming yevro. Albatta yordam qilamiz. Mana yoshlar daftarida ham mablag'larimiz bor. Hozir qancha mablag' bor? 33 milliard. 33 milliard mablag'imiz bor. Ko'rib chiqamiz. Amaldagi qonunchilikka rioya qilgan holda
Men qo'limdan kelgan barcha imkoniyatni yarataman. O'zimiz ham olib kelyapmiz, ha? Anvar aka nechta kelyapti? Olimjon 50 tami? Qani Olimjon? Nechta kelyapti? 30 ta. Birinchi bosqichda 30 ta nemis tili o'qituvchisi kelyapti, to'g'rimi? Qaysi oyga keladi ular? Martga keladi. Siz ham tezlashtirib olib keling, barcha sharoitlarni biz yaratib beramiz. Sizga rahmat avvalo. Mana shu 50 ta bola nemis tiliga o'rganib, agar xorijga chiqib kelgan bo'lsa, ming rahmat. Ko'paytirish kerak. Mana hozir kredit masalasiga agar ehtiyojingiz bo'lsa, mana Shahruz ham o'tiribdi. Milliy bankda rahbari ham o'tiribdi, Markaziy bankimiz bizga kredit ajratishiga ham yordam qilamiz. Joy toping, o'sha joyda kerak bo'lsa bizlar ta'mirlanishiga ham yordam qilamiz. Mahalliy hokimiyat ko'proq auditoriyani ko'proq kengaytirish kerak. Ko'proq yoshlarimizni qamrab olishimiz kerak, og'ayni. Tushunarlimi? Mana 7 yildan beri shu soha bo'yicha shug'ullanyapsiz. Sizga katta rahmat. O'zingiz ham Germaniyada o'qigansiz, to'g'rimi? Rahmat sizga. Rahmat. Marhamat. Yosh arxitekt, dizayn, rassom Ahad Sanjarbek. Marhamat. Sizlarning takliflari bor, prezentatsiyalari ham bor. Sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis kishi. Aha. O'zlarining bir kun ichida bitta o'qigan, loyiha qilganlar ko'rsatib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qatnashchilar. Xo'p, men hozir kunda sun'iy intellekt hozir juda ham rivojlanyapti. Mana shu 2026-2030-yilda gacha deyarli hamma soha bo'yicha sun'iy intellekt kirib keladi. Biz endi taxminan shuni rejasini ko'rdik sun'iy intellekt bo'yicha. O'zim ham dizayn arxitektoraman, endi sun'iy intellektda umumiy shu bo'yicha qiziqdimda, keyin ko'p tarmoqlarni o'rgandim. Hozir bir video taqalaylik. Marhamat, ko'ramizmi? Marhamat. Bu Amir Temurov. Men oddiy yigitman. Lekin yuragim oddiy emas. Bu tuproq bilmas edi. Uning bag'oridan dunyoni larzaga soladigan sarkarda chiqishini. Men kelajakni quraman. Kelajak bugundan boshlanadi. Men yer uchun jang qilmadim. Men tartib uchun jang qildim. Kim adolat bilan kelar yonimda turadi, kim zulm bilan kelar qarshimda turadi. Bu bitta video bo'yicha sun'iy intellekt, endi boshqa sohalar bo'yicha ham bor.
Mani taklifim shuki, mana shu Qarshi shahrida, mana shu hamma mana shu o'zimizni Qashqadaryo viloyatimizda sun'iy intellekt bo'yicha mana yoshlarni hattoki o'zini band qilib, o'sha o'rganib, shu kelajak o'z yo'lini topish uchun men o'zim mana shu takliflarim bor. Ya'ni mana shu sun'iy intellekt bo'yicha menda hozir xonalar kerak bo'lyapti. Keyin o'sha uni obunalari bor, katta pul turadi. O'sha obunalarni olib, keyin mana shu yoshlarni o'sha bitta jamoa qilib, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha endi bitta video emas, mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana dizayn video ishlab chiqarish, keyin raqamli marketing, keyin arxitektura, biznes jarayonlarini avtomatlashtirirish, ya'ni meditsinani, hamma narsa sun'iy intellekt bilan bog'liq. Biz shuni shu bo'yicha men yaxshi qilib o'rgandim. Endi hozir talabalarni shu narsani, yoshlarni yanada rivojlantirib, o'qitib, shu narsani olib chiqmoqman. Ya'ni o'zini o'zi band qiladi. Buni yaxshi tomoni o'rganib olgandan keyin mana ko'rsatib turaman, 3 oy 6 oygacha o'rganadi, tez muddatda o'rganadi va ishli bo'ladi. Uyda o'tirib, hattoki xotin-qizlar ham, boshqalar ham uyda o'tirib ham pul topish mumkin. Ya'ni zakazdan olib, boshqa qilib. Shuning uchun sizlar tomonidan yordam kerak bo'ladiki, shu mana shunaqa bir qanaqadir markazli joy qilib, sun'iy intellekt sharoitida jihozlar kerak, kompyuter kerak bo'ladi, o'sha obunalar kerak bo'ladi. Mana shularni tashkillashtirib, keyin shu yoshlarni jalb qilib, ularni o'rgatib, hamma o'zini o'sha loyihalar bo'yicha ajratib chiqsak. Kimdir buxgalteriya bo'yicha, kimdir meditsina bo'yicha. Hozir hamma soha bo'yicha sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Shu asosiy yordam kerak bo'ladi. Jomiyada ruxsat bersangiz, uchda ozroq hayajon bor. Uchda markaz ochib, yoshlarni o'qitmoqchi. Boshlanishida bizdan yordam so'rayapti, xona ajratib berishga, yo texnikumdan, yo maktabdan, yo IT parkdan. Keyin sun'iy intellektni ming odam yaxshi bilgani bilan buni programmalari pullik. Zo'r hamma narsani o'rgatayotgan programmalar pullik turadi. Shularni olishda birlamchi yordam so'raydi. Yaxshi, yordam qilamiz. Anvar aka yozib olinglar. Taklif bilan kiringlar, Abror. Qancha vaqt kerak sizlarga? Bino topishga mana zamonaviy kompyuterda almanib birga ishla. Mana oqtarib yuribsan odam mutaxassis topa olmay. Mana senga tayyor mutaxassis. Hamma sohada. Mana shu tumanlarda mana sun'iy intellekt bo'yicha hokimiyat. Maslahatchi lavozimi tashkil etilyapti. O'sha masalan, o'shalar bilan bir suhbat qilib ko'rishib, o'shaning kamchiliklarini, misol ularni o'qitishga imkoniyatlari bor. Anvar aka, mana bularni olib kelmaysizlar, mana olimga sizlar. Ko'ryapsizlar. Qancha vaqt kerak sizlarga? Bir hafta o'zi bilan birga menga borasiz. Mana shuncha odam eshityapti. Har bir suhbatimiz mana yozib olinyapti. Va buni ijrosini ta'minlashimiz kerak. Bu Amir Temurda endi sun'iy intellektni o'zi ishladimi? Bu 100% sun'iy intellekt bo'lgan. Amir Temurda o'sha yoshligini hammasini olib, balki chizgan rasmlardan kelib chiqib, suratlardan. Kelajakka menga bir taklif bor edi. O'zlaring ham mana shu Amir Temur haqida bir sun'iy intellekt yordamida qilganlaringga bir narsaga e'tibor beringlarki, mana sizlar birinchidan Amir Temur haqidagi kitoblarni o'qib chiqinglar. Amir Temur haqida Komil opam kelmaganmi bu yerda? Yo'qmi? Komil opa, mana kecha bir akani olib kirdingiz menga. Kim edilar otlari? Mana shu odamni bu yigitga bog'lab bering. U aka bilan gaplashsa, u kishining kitoblarini o'qish kerak bular. Kerak bo'lsa shu sun'iy intellektni ham o'qitish kerak shu kitobda o'shani. Sababi Amir Temur nimaga mana qo'liga qilich oldi degan savollarga javob topishimiz kerak bizda. Masalan, u ko'rdi, o'sha paytdagi adolatsizlikni ko'rgan, boshqani ko'rgan, to'g'rimi? Butun shaharlar, mana Qarshida shahar bo'lgan, Zanjir saroy bo'lgan, Muboraklarda, boshqada hammasini nima qilgan? Kulini ko'kka sovurib, xarobaga aylantirgandan keyin u chidolmagan bunaqa narsalarga-da. Mana shularni yoritsanglar, keyin nima hozir bu sun'iy intellektni birdan ko'rsang, birdan qo'liga qilich olib chop ketyapti. Bu kim ekan bu? Bu yoqqa odamlar o'layotibdi, bu yoqqa yonayotibdi. Shunaqa degan tasavvur bo'ladi. Uni demak zabardast erkak bo'lganligi, sport bilan shug'ullanganligini o'sha paytda o'zidan,
kamon bilan, boyagi qilichbozlik bilan shug'ullanganligi, oilaparvar bo'lganligi, millatparvar bo'lganligi, o'zini xalqini o'ylaganligi, o'shalarni ko'rsatib berish kerakda. Keyin mana shu davlatni birlashtirish uchun, millatni qadrini tiklash uchun, adolatni tiklash uchun qo'liga qilich olib mana shunaqa tartib intizomni yo'lga qo'yganligiga bog'lab olsanglar, menimcha sal maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni o'qigan yoshlar ko'rsa, boshqalar ko'rsa, deydi-da. Ko'ryapsizlarmi yo'qmi? Keyin mana o'shani davlatchilik, boshqalar, mana bitta Turkiyani yo karislarning kinolarini ko'ringlar. Uni kiyimiga e'tibor beringlar. Qancha millatni ulug'layapti. Ko'rsatib beryapti, mana deyapti. Vaholanki o'shanday bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin butun dunyoda tarannum qilyapti. Misol deyman-da endi. Mana shu nuqtai nazardan menimcha bir agar ishlasanglar bo'ladi. Bu uchun Amir Temur haqidagi kitoblarda o'shalarni Komil opa bering bu yigitlarga. Bular o'qib chiqsin. O'qib chiqsin, o'shanga keyin komanda qilsin, keraksa yo'nalish bersin. Shu odamni qo'liga bilan. Komanda kerak bo'ladi. Shu kelajakda shu multikda ham mana shu tabiiy multikda qilishni niyatimiz bor. Endi bir o'zim ma'lum Toshkent o'qib kelgan boshqa qildim, bir o'zim. Mana komanda sizga ma'naviyat va ma'rifat bo'limi ham to'liq yordam qiladi. Yoshlar agentligi to'liq yordam qiladi. Hamma yordamchi, men ham yordamchi sizga. Hammamiz yordamchi. Faqat birgalikda ishla. Mana universitet juda ma'qul bo'ladi. Xona ham bor, jihoz ham bor, kompyuter ham bor, eng zamonaviy. Ma'qulmi sizga? Mana hozirda o'ziga domla taklif beryapti. Bo'ladimi? Eng zamonaviy kompyuter, xona, jihoz, ishlash uchun u yerga yoshlar ham bor. Komanda katta bo'lsa, ko'p chiqsa bo'ladi-da. Xohlasa Domlalar bor, ular taklif beradi. Salomat bo'ling. Rahmat. Keyingi so'z navbati startapchi qizimiz bor. Shukurova Farangiz. Marhamat Farangiz xonam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Qarshi davlat texnika universitetida 3-bosqich talabasiman. Hozirda Berumiy nomli davlat stipendiyasi sohibasiga aylandim. Loyihalarga keladigan bo'lsak, hozirda to'rtta startap loyihasi muallifiman. Bu loyihamda asosan xalqqa, ya'ni ommaga kerakli va zarur ekanligi uchun sizga amaliy yordamni so'rayman. Agar ruxsatingiz bilan amaliyotda ko'rsatib bersam. Marhamat. Marhamat, marhamat. Bunda asosan uyda buni smart uy desak ham bo'ladi. Asosan xavfsizligi gaz bo'yicha bo'ladi. Bunda asosan qurilmamiz bor. Qurilmamizda yoqqanimizda bunda 10 sekund ritm qo'yilgan. Ko'rsangiz bo'ladi. Bunda asosan gazimiz chiqadigan jarayonda bunda avtomatik telefonga ulangan bo'ladi. Gaz chiqqanda telefonda va SMS xabarnoma keladi va birdaniga Alexa gapiradi. Bunda integratsiya qilgan jarayonimizda favqulodda vaziyat, ya'ni is gaz bilan bo'ladigan muammolarni birdan klapanni yopadi, gaz klapaniga ulangan bo'ladi va gaz klapanini yopadi. Bunda Telegramga ulangan jarayoni ham bor. Bunda Telegramda ulangan jarayonda bizga geolokatsiyani jo'natib beradi hamda telefon qilganimizda sizga qanaqa himoya vositalaridan va nima qilishingizga yo'l ko'rsatish imkoniyatiga ega. Buni ko'radigan bo'lsak, hozir gaz miqdori 0% va holati xavfsiz hisoblanadi. Bunda onlayn hamda offlayn ishlaydigan jarayon bor. Ommaga xohlasa onlayn, xohlasa offlayn jarayonda tatbiq etmoqchimiz. Mikrofon ishlashga yordam beradi. Bunda hozir gaz miqdorimiz 0% turibdi. Bunda hozir gazimiz chiqqan jarayonda gaz miqdorimiz xavfli jarayonga yetib kelganida qurilmamiz ham gapiradi, ham SMS xabarnoma keladi va agar SMS xabarnoma keldi, agar SMS xabarnomada o'qimasa,
Bunda gaz kvotasi option yopildi. Bunda hozir koloniyamiz kichkinaligi uchun protektiv variantda bo'lganligi sababli bunday pastroq ovozi va bunda shunday hozir mana telefon qilyapti. Telefon qilganda biz ko'tarishimiz mumkin. Bunda ham yoqadi. Biz masofadan turib bilib o'zimizni xavfli yoki xavfsizligini bir vaqtni real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni biz shuni ishlab chiqdik va amaliyotga tatbiq etmoqchimiz. Rahmat, zo'r. Siz Qarshi texnika universiteti talabasizmi? Yo Toshkentnikimi? O'zimiznikimi? Qarshi davlat texnika universiteti. Xabaringiz bormi, domla? FGS bilan bog'laymiz. Xudo xohlasa endi seriyaniga chiqish uchun. Qani Farhod aka kelmaganmi? Biz ruxsat bersangiz murojaat startapga aylantirmoqchimiz. Zo'r. Bu g'oyalarni. Rahmat qizim, 100 rahmat. million so'm o'zimiz yoshlar venturesini ajratamiz. Ajratinglar. Ajrating. Qani 34 milliard pulim bor deyapsan, 100 million ajratsang hech narsa qilmaydi. Rahmat. Rahmat kattakon e'tiboringiz. Rahmat. Nechinchi kurssiz? 3-chi kurs, yaxshi. Yaxshi. Universitetga borganimizga yana ko'rsatasizlar. Sherzod aka. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat. Zo'r. Keyingi so'z navbati Ergash Azbekka. Marhamat. Tadbirkor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Ergash Azbek, Yakkaboq tumanidan hozirda bir nechta tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Hamda hozirgi kunda 2 gektarlik tuman istirohat bog'ini rekonstruksiya qilish uchun harakat qilyapman. Hozir bir ikkita muammo bor. Marhamat. Marhamat. Kadastrda muammolarim bor edi. Bankda hozir kunda bozor qiymati 1 milliarddan oshiq nimalarimizni, izlanmalarimizni bank baholashlari 450 million, 350 million baholab beryapti. Bizda undan bir nechta qishloq qurilishi, biri biznes rivojlantirish banki. Kadastr tomonidan ham ozroq muammomiz bor. Eskidan taxtda turgan kadastrlarimizni o'zgartirishga muammo bo'lyapti. Shularni aniqsa. Kadastr taklif qilganlari yo'qmi bu yerga? Anvar aka yozing, bir hafta muddat qo'yib kadastrni hal qilib berasizlar. Markaziy bank. Biri bir bankdan kelganmisan? Dilshod aka. Garovda deyapti, o'zi 1 milliard turadi summasi, lekin bozor bahosidan past olib 350 millionga deyapti, narxlayapti deyapti. Hozir garovda ham muammo o'zi aslida boshqa izlanmalarimiz bor. Kadastr tomonidan o'sha bir bog'ga bog'liq. Shu muammolarimiz bor. O'zi 40% kunga uskunalar yo'lda, xudo xolasa bir hafta ichida. Mana yangi tashkil etilayotgan park bo'yicha ketyapti-a gap. Yo'q. Bizda hozir ikkita park tashkil etilyapti. 10 gektarlik bor. 2 gektarlik. 2 gektarlik ichida Nuromiyli maskan bo'ladi. Kichik. Qaysi parkda aytyapsan sen? Mana yo'l ustidagi parkda aytyapsan, Oqtoshda oldagi? Yo'q, ichkarida. Ichkaridagi yoshlik parkini aytyapsan. Ha, yaxshi. Ya, u ham eskirib qoladi. Rahmat, qo'llab-quvvatlaymiz, masala yo'q. Kadastr chiqadi senga hozir. Hozirda o'zingizga telefon qilib aytinglar kadastrga. Bu bilan o'zingiz gaplashsin. G'ayratga ter, g'ayratga. G'ayratga ter, ha. Keyingi so'z navbati Qarshida bo'lsa kelsin hozirda bu masalasini yechib menga aytsin. Aha. Haqor va Zabarjat, marhamat. Zabarjat o'sha kun gapim ko'p deyotgandi, qani? Assalomu alaykum. Zabarjat ham nemis tilini yaxshi biladi. Marhamat. Avvalambor mana shunaqa katta masshtabda yoshlar bilan muloqot qilayotganingiz uchun ularni yosh takliflarini, muammolarini o'rganib, o'zingiz tashabbuslaringizni berayotganingiz uchun butun mana shu zalda o'tirgan yoshlar nomidan o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Agar ruxsat bersangiz, shu o'rinda bir nechta takliflarim bor. Marhamat.
bilamiz, mamlakatimizda davlatimiz rahbari investitsion salohiyatni, iqtisodiy investitsion salohiyatni oshirish borasida juda ham katta imkoniyatlar yaratib beryaptilar va katta sanoda xorijiy investorlarni mamlakatimizga jalb etish bo'yicha keng ko'lamda ishlar amalga oshirilyapti. Va mana shu yo'nalishda biz Qashqadaryo viloyatida xorijiy tillarni mukammal biladigan yoshlar ishtirokida imtihon asosida poliglot yoshlar front ofisini tashkil etsak, maqsad viloyatimizda iqtisodiy investitsion yo'nalishni yanada kuchaytirish va xorijiy investorlarni viloyatimizga tashrif buyurishini yanada oshirishga qaratiladi. Bunda platforma yaratiladi va mana shu platformaga viloyatimizdagi barcha tashkilotlar biriktiriladi va o'sha imtihon asosida saralab olingan yoshlar platformada alohida profillar ochilib, rezyumelar yuritiladi va xorijiy investorlar jalb qilinayotganda mana shu yoshlardan foydalanib, ularni amalga oshirilgan loyihalari o'sha rezyumelarga yozib boriladi va ularning statuslari oshadi. Bu loyiha orqali muhtaram prezidentimiz o'sha kuni ta'kidlaganlaridek, nafaqat viloyatimizda investitsion salohiyat oshadi, balki o'sha yoshlar uchrashuvida aytildi, dual ta'lim tizimini ham biz o'sha bir varakaga o'sha tizimda olib keta olamiz. Ya'ni o'sha platformaga biriktirilgan yoshlar dual ta'lim tizimi orqali bandligi ta'minlanadi. Bundan tashqari o'sha yig'ilishda ham aytdilar, startap, tayyor startapni amaliyotga joriy etgan bo'lamiz. Bo'ladi. Taklif kiritinglar, Anor aka. Ha? Yaxshi nimalar, qiladigan nimasi, xorij tili fakultetini bog'lab beramiz. O'zi ham shu yerda o'qigan, ishlagan o'zi. Undan tashqari bizga IT parkga yordam kerak bo'ladi. IT parkdan o'sha dasturchilar, maxsus dasturchilar va ular platformani ishga tushirish uchun bizga zarur mablag'lar kerak bo'ladi. Va undan tashqari ham yana kichkina Ya, mayli, aytavering. Muhtaram prezidentimiz o'sha kuni yoshlar uchrashuvida aytib o'tdilar, mamlakatimizda tarixiy ulug'vor katta bir maskan Islom sivilizatsiya markazi tashkil etildi va ommaga 19-20 martda ommaga taqdim etilishi va ochilishi aytib o'tildi va o'sha uchrashuvda ta'kidlab aytdilarki, har bir rahbar, har bir yosh mana shu joyga tashrif buyurib bizni yaratgan narsalarimizni, tariximizni ko'rib o'rgansa, men o'sha rahbardan ham, yoshlar ham minnatdor bo'laman dedilar. Agar ruxsat bersangiz, o'zingiz boshligingizda rahbarlar komandasi va faol yoshlar bilan viloyatimizda o'sha maxsus komanda tashkil etsakda, hali hech qaysi viloyat tashrif buyurmadi. O'sha yig'ilishdan keyin yoshlar, o'sha yig'ilishda ishtirok etgan yoshlar barchasi o'sha Islom sivilizatsiya markaziga tashrif buyurdilar va biz viloyatlar ichida birinchi bo'lib borsak, muhtaram prezidentimiz ham ishonchlarni oqlagan bo'ladi. Ma'qul, Abror, tashkil qilinglar. Juda to'g'ri. Borib, u yerda aylanib, o'zlaringning taassurotlaring bilan o'rtoqlashsanglar, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Men 2 marta bordim, juda chiroyli, juda zo'r, butunlay dunyoqarash ham o'zgarib chiqadi kirgan odamlar. Faxrlanasizki, mana shu yurtning farzandi bo'lganingizda. Chet eldan kelgan delegatsiyalar ham bordi, biz bilan 2-marotaba borganimizga og'zi ochilib qolgan mazan. To'g'risi. Gapira olmay qoldi ko'rib. Endi uni aytib o'tirmaylik. Rahmat. Endi siz ham mana savdo sanoat palatasiga ishlayapti-ku hozir. Yaqinda Raisini o'rinbosari bu viloyat boshlig'ini. Shu uchun sizdan iltimos bo'ladi, yoshlar tadbirkorligi, ayniqsa mana xotin-qizlar tadbirkorligi bo'yicha har hafta kamida bir marta bizlar oldimizga kelib, masala qo'yib, Anvar aka ishlasak maqsadga muvofiq bo'ladi, Abror. Tushunarlimi? Boshqa ilojimiz mana tadbirkorlik qilaman degan qizlarni, xotin-qizlarni topib, mana muammosi bor, mana bu yerda to'xtalib qoldi, shunga yordam qiling, shunga hal qiling desa, bu o'zini ham ishini bajargan bo'ladi. Qancha yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ma'qul? Rahmat sizga. Rahmat. Xo'p. Marhamat. Keyingi so'z navbati Ibadullayev Fazliddin, Haqberdiyev Asliddin. Marhamat, taqdimotlar bor bular. Marhamat. Tomchilatish sug'orish bo'yicha innovatsion g'oyasi bor. Assalomu alaykum, Murodjon Bekaliyev. Assalomu alaykum. Men Haqberdiyev Asliddin, Iqtisodiyot va iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisiman.
Assalomu alaykum. Men Yodlev Fazliddin Ahmedovich, Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisiman. Hop, bizning asosiy masalamiz sun'iy intellekt asosida Qashqadaryoda oqova suvlarini filtrlab, tomchilatib sug'orish tizimini optimallashtirish va dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish va undan foydalanishdan iborat bo'lib, bu asosiy masala nima? Masalan, Qashqadaryo viloyatida sug'orish uchun mo'ljallangan suvlarning asosiy qismi Amudaryo havzasidan olinadi va o'sha Amudaryodan kirib kelayotgan suvning 70% Qashqadaryoda qishloq xo'jaligiga yo'naltiriladi. Xo'p, yo'naltirilgan qishloq xo'jaligiga suvdan 20% kollektor drenajlar orqali chiqarib yuboriladi, ya'ni Sechanko'l va Achenko'llarga chiqarib yuboriladi. Bizda asosiy masala sun'iy intellekt asosida teskari osmos texnologiyasini qo'llagan holda boyagi suvni Sechanko'l va Achenko'ldagi sho'r suvni sho'rsizlik darajasini optimallashtirish va tomchilatib sug'orish tizimiga yo'naltirish va o'sha yerda bunda asosiy suv tejash bo'yicha 30-35% gacha suv tejaladi, 20-25% gacha hosildorlik yuqori bo'ladi. Endi bu jarayonda misol uchun teskari osmosda 90-95% gacha samaradorlik erishiladi. Sechanko'lga qachon bordinglar? Sechanko'lga 1 yil bo'ldi dekabr. Qancha suv bor Sechanko'lga? 6 milliard metr kubdan oshiqroq suv bor. Achenko'lgacha suv kamayganini bilasizlarmi endi? Shunday, Achenko'lga kamaygan, Sechanko'lda misol uchun har yilda 2 milliard 3 milliard atrofida suv qo'yiladi. Yaxshi, davom ettiringlar ham. Xo'p, buni natijasida misol uchun bizga erishadigan natijamiz o'sha qo'shimcha bizga suvga bo'lgan ehtiyojni qo'shimcha manbasi hisoblanadi. Mana shu Sechanko'lda foydalansin. Bor, misol uchun kim bilan ishlayapsizlar? Qaysi rayon, qaysi korxona, qaysi klaster, qaysi fermer bilan ishlayapsizlar? Biz hozirda bu jarayonni ilmiy rahbarimiz Alijon Turg'unov bilan Yo'q, mana Qashqadaryodagi qaysi rayon, qaysi klaster, qaysi fermer bilan ishlayapsizlar? Mirishkor bilan ishlash. Mirishkorda kim bilan? Hozirda shu fermerlar bilan. Kim, qaysi fermer bilan? Bular hali murojaat berdi, bular loyihani shakllantirdi. Bularning loyihasi bizaga suv bilan havodek zarur. Mana hozir biza Shinjon usulida paxta ekishimiz kerak 39.000 gektardan. Lekin mutaxassis yo'q. Juda qiynalyapmiz. Shuning uchun aytayapman, mana Shinjon usulini o'rgandinglarmi paxta ekishda? Yo'q. O'rganmadinglarmi? Shinjon usulida mana sizlar aytadigan narsalar mana tomchilatib sug'orishni qilib birgalikda ekadi. Shuning uchun men bular Anvar aka, bularni bugunning o'zida G'anisher Haydarov bilan, Fozilxon Siddiqov bilan va fermerlar kengashi Abdunazarov bilan bog'lab qo'ying. Tushunarlimi yo'qmi? Boshqa ilojimiz yo'q, bular borib ishlasin. Bular nazariy jihatdan bor, lekin amaliyotdan sal nimada qolib ketibdi. Agar amaliyotni bilsaydi, menga Achenko'l bilan Sechanko'lni aytmasdi ular hozir. Biz agar shu oladigan Amudaryodan oladigan suvimizni, Talimarjon suv omboridan oladigan suvimizga tomchilatib sug'orish yoki yomg'irlatib sug'orish qiladigan bo'lsak, ancha nima deydi, effektga ega bo'ladi. Hozir buni aytadigani juda qimmatga tushib ketadi. Chunki u sho'r suvni tozalash kerak. U mablag' bilan bog'liq, boshqa bilan bog'liq. Tushunarlimi yo'qmi? Domlalar, tushundinglarmi? Bugunning o'ziga Anvar aka, kechga menga soat 9 gami 10 gami aytasiz. Fozilxon Siddiqov, fermerlar kengashi, klasterlar, G'anisher Haydarov, Boymir bilan bularni uchrashtirib qo'ying. Bular loyihasini qilsin, kerak bo'lsa ular moliyalashtirib ham yordam qiladi. Borib o'shani tadqiqot qilsin. Amudaryodan oladigan suvimiz bizga juda qimmatga tushyapti. Elektr energiya bilan keladi. Elektr energiya sarflab biz o nasoslar orqali suvni tortib kelyapmiz. Mana shu bo'yicha qanday qilib samaraga erishish mumkinligi haqida g'oya takliflar, ilmiy tadqiqot qilsin bular. Ma'qul domlalar. O'tiringlar. Shunga ozroqgina
mablag'dan yordam beradi. Mini stansiya. Juda kichkinagina suvni filtrlash. Mini boshlanishiga. Bir sizga zashta qilib ko'rsatish uchun. Bo'pti. Shuni. Tushunarli do'stlar. Keyingi so'z navbati Xudoyberdiyeva Maftuna. Qani beringlar mikrofonni Maftuna. Shudan gapiravering Maftuna. Bering, mikrofonni bering. Assalomu alaykum, hurmatli murojaatchilarimiz. Assalomu alaykum. Men Xudoyberdiyeva Maftuna. Qarshi ixtisoslashtirilgan boshlangichlar san'ati maktabi internatida xoreografiya yo'nalishi bo'yicha o'qituvchi bo'lib faoliyat olib bormoqdaman. Biz bilamizki, muhtaram prezidentimizning san'at va madaniyatni rivoji uchun olib borayotgan islohotlari va sizning ham san'at va madaniyatda faol olib borayotgan ijodkorlarimizning kamtarona ijodini qo'llab-quvvatlab kelayotganligingizni shaxsan o'zim guvohi bo'lganman. Shularni inobatga olib bir taklifim bor edi. Marhamat. Taklifim shundan iboratki, Qashqadaryo viloyatida yashaydigan barcha iqtidorli yoshlarimizni Qashqadaryo viloyati televideniyasi efirlarida vaqt ajratib, yurtim osmonida tiniq parvozim deb nomlangan bir kichik ko'rsatuv ochilishiga amaliy yordam ko'rsatsangiz. Yurtim osmonida tiniq parvozim deb tiniq parvozim. Eshityapsanmi Jahongir? Mana juda yaxshi taklif. Mana televideniyamizning rahbari ham eshitib o'tiribdilar. Albatta buni biz yaratib sharoit qilib beramiz. Yana o'zingizning sohangiz bo'yicha nima takliflar bor? Bizda ayniqsa sizning sohangiz bo'yicha muammolarimiz ko'p juda. Marhamat. O'zim xoreografiya maktabida faoliyat olib bormoqdaman. Bizda ozgina shu bino masalasi bor. Bo'ldi boshqa masala. Shuni ayting. Yo'q, hozir hammasi joyida. Nechta o'quvchi bor u yerda hozir? 200 tadan ortiq o'quvchilarimiz bor. 200 ta. Shuni ko'paytirishimiz kerak yana. Ko'paytirishimiz kerak. Anvar aka Aminovaga topshiriq, borib, bularni fikr mulohazalarini tinglab taklif kiritinglar. Kataloglarni o'z ichiga oladi. Bunda xaridorlar o'sha kataloglar orqali o'zi istagan narsasini topa olishadi. Va shundan buni yana atirgan yana bir imkoniyatlaridan biri bu ishsizlikni ta'minlash va bandlikni oshirish maqsadida ham ayollar va xotin-qizlar uchun ham katta foyda beradi. Chunki ular uyda o'tirgan holda qo'l mehnatidan yoki rasmlar chizish orqali bittagina marketplace platforma orqali o'zlarining ishlarini namoyish etish oladi va sotish oladi. Bu tadbirkorlikni rivojlantiradi. Bundan tashqari turistlar uchun ham bu platforma aynan juda ham katta foyda beradi. Ular Samarqand, Shahrisabz va Xivaga borib emas, oddiygina platforma orqali dunyo bozorlariga ham chiqara olishimiz mumkin. Rahmat. Rahmat. Biza shu platformamizni sizga ko'rsatsak. Rahmat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon Berdaliyevich. Men Toshkent davlat universiteti 2-bosqich talabasiman. Artviya platformamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu Artviya platformamizda biz hunarmandchilik va badiiy san'at mahsulotlarini sota olamiz va o'zimiz qilgan ishlarimizni joylab bora olamiz. Ya'ni biz qanaqa qildik bu mahsulotlarni, qaysi tartibda, qanaqa ma'noni anglatadi, hammasini bir marketplace'ga joyladik. Va bu marketplace'ga AI sun'iy intellekt orqali har bir mahsulotni tahlil qilib bera oladi. Marketplace. Tepaga sargini teparoqqa ko'tarsangiz. Hop, mana bizning mahsulotlarimiz, bizning sotuv jarayonlarimiz boshlangan. Hop, hamma bo'limlar, kataloglar orqali biz mahsulotlarimizni sota olamiz. Ko'rib turganingizdek, buyurtma bo'limiga o'tsangiz yaxshiroq bo'lardi. Sotish bo'limi. Mana sotib olish bo'limimiz ham tayyor. Hop, bu yetkazib berish odamimiz ham bo'ladi. Ya'ni o'z lokatsiyasini belgilaydi. Lokatsiya orqali biz yetkazib beramiz.
Nechta mahsulot sotdinglar, necha pulga? Hozirgacha biz o'zimiz 5 dona mahsulotni sota oldik, lekin bizga marketing bo'yicha muammo bo'lgani uchun halicha marketing qila olganimiz yo'q. Bizning taklifimiz marketing uchun, platformamiz uchun investitsiya so'rab qolamiz. Xo'p, necha pul haqida gap so'rayapsiz? Qilmoqchi loyihasini rojom berdi. Kecha davlatimiz rahbari bergan imkoniyatlar 100 million so'm startapdan. No, mayli, beramiz 100 million so'm. Bo'ldi. Yana. Buni ham kiritaylar bugungi protokolga. Mana yaqinda maqom bo'ldida, yakshanba kuni maqomdan keyin nogironligi bor farzandlarimiz tayyorlagan mahsulotlarni ko'rdik. Ayrimi $3000 sotildi. 800 ming so'mdan $3000 sotildi. Shuning uchun bularni ham Abror bir tashkil qilib, rassom qiz yigitlarimizni ijod namunalarini buni sal kattaroq qilib o'tkazaylik. Barcha tuman rahbarlarini, katta tadbirkorlarimizni chaqiraylik. Namunali qilib o'tkazaylik. Rahmat. Marhamat. Keyingi so'z navbati Harbiy aviatsiya instituti kursanti Yusuf Aljonov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Harbiy aviatsiya instituti kursanti Yusuf Aljonov. Avvalambor yoshlar qatorida biz harbiy kursantlarni ham tashabbusdan qo'llayotgani uchun minnatdormiz. Berilgan taklif shunday iborat ediki, hozirgi shu jahondagi shu vaziyatlarni ham o'zimizni harbiy mudofaa sohamizda hisobga olgan holda Qashqadaryo viloyatida harbiy texnopark tashkil etish maqsadimiz edi. Shuni qo'llab-quvvatlashni so'ragan bo'lardik. Bunda asosan yo'nalishlar dron yig'ish yoki harbiy sport anjomlarini ishlab chiqarish yoki harbiy texnik startaplarni qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Bunda asosan hozirgi Qashqadaryo viloyatidagi shu yoshlarni yoki butun O'zbekistonda yoshlarni o'zining tashabbuslarini ham qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Ya'ni bunda ular o'z takliflarini berishi mumkin. Shunday maktablar yoki texnika va litseylardagi o'quvchilar shu soha bo'yicha, masalan, dron uchish bo'yicha yoki shu soha bo'yicha qiziquvchilar o'zining takliflarini berish yoki shu yerga kelib o'zining ijod ishlarini qilishni amalga oshirishi mumkin. Taklifni iborat etib, nafaqat harbiy sohada, balki fuqarolik sohasida ham o'z ahamiyatiga ega hisoblanadi. Rahmat. Mana yaqinda sizlar o'qiydigan oliygohga ham bordik. O'zlaring ham ko'rdinglar, u yerda maktab o'quvchilari bilan juda zo'r tadbirlar tashkil etildi. Mana shuni davom ettiramiz. Takliflarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Abdulla aka, sizlarni boshliqlaring. U odam ham juda tashabbuskor. O'zi ham qiziqadigan odam. To'g'risida haqiqatdan rahbarda o'zi qiziqsa ham zo'rda. O'zi ham qiziqadi. Mana shu ayniqsa mana dron boshqa nimalarga ma'qul qo'llab-quvvatlaydi. Birgalikda ishlaylar. Birgalikda ishlaymiz. Abror, nima masalasi bo'lsa kirib hal qilib beramiz. To'g'risida bular bilan ishlashimiz kerak. Sen endi uchuvchi bo'lasanmi, muhandis bo'lasanmi? Uchuvchi. Ay, mana iloyim zo'r uchuvchi bo'lgan. Rahmat. Keyingi so'z navbati Tangriyev Nasibali. Qamash tumanimizdan loyihasi bor. Assalomu alaykum. O'rjon Berdarovich, men Qamash tumanidan Tangriyev Nasibali bo'laman. Ko'rsatmaslik va marhamat. Loyihamiz Green Big Energy, ya'ni yashil energiya va ko'p tarmoqli energiyani bildiradi. Iltimos qilamiz, suvollarini rasmini chiqarib bersangiz. Xo'p, bu yerda biz sun'iy suv havzasini, ya'ni loyihamizning eng asosiy qismi bu rasmda kiritilgan sun'iy suv havzasi 2 metr tashkil etadi. Eniga bu eniga 2 metr, bo'yiga 4 metr tashkil etadi. Bu sun'iy suv havzasini asosiy energiya ishlab chiqarishni olib bo'ladi asosi. Bunda 75 metrlik generator ishlatiladi suv havzasida energiya olish uchun. Bu 75 metrlik generator o'zimizda yo'q. Ya'ni Xitoyda har bir blogi 5 metrdan iborat bo'ladi.
Bu energiya ishlab chiqaruvchi generatorimiz bir kunda 1,2 megawatt energiya ishlab chiqaradi. Bu degani katta suv omborlari kabi energiya ishlab chiqaradi degani. Menga kerak bo'ladigan narsa Xitoydan bu generatorimiz qimmatroq, ya'ni 3 milliard so'm turadi. 3 milliard? 3 milliard so'm turadi. Olib kelish xarajatlari, kelish xarajatlari, bojxona xarajatlari davlat tomonidan qoplab berilsa, ya'ni hozirgi kunda yashil energiyaga ko'p e'tibor qaratilayotgani maqsadida men loyihamni Buni qayerga qilmoqchisan? Qamash tumanida. Qayeriga? O'zimizni pastansiyaga yaqin, Tinchlik pastansiyasiga yaqin. Qiziltepa shaharchasiga eshitgan bo'lsangiz agar. Xo'p, bu suv kerakmi u yerda? Bu sun'iy suv havzasi. 2 etajdan iborat bo'ladi. Ya'ni 24 ming kub metr suv ketadi. Buni o'ylaganim suv talab qilmaydi, energiya talab qilmaydi. Ya'ni suvimiz e'tibor bersangiz tepasida master portion bor, oq narsa. Boshda master portion yerga urilgan payti, suv urilgan payti, yerga urilgan payti, ya'ni suvni aylantirib beradi. 2 qavatdan iborat bo'ladi. Suv hech qachon kerak bo'lmaydi. Qaysi davlatlar ishlatyapti bu texnologiyani hozir? Shveysariya, Xitoy, Amerika shu loyihani ishlatyapti. Yetakchi davlatlar ishlatadi. O'rganib ko'ringlar Anvar aka. Bu yillardan beri 70 yildan beri ishlatadi. O'rganib. Xuddi elektr tarmoqlari eksperimentori. Sen nima o'zgarish kirityapsan bu yerga? Bu yerda men o'zgartirish kiritganim bu okean bo'yicha ishlab chiqariladi suv. Sun'iy suv bosimida ishlab chiqarilmaydi. Ya'ni okeanda energiya bor, ya'ni u sun'iy bo'lmaydi, tabiiy bo'ladi. Men sun'iylashtirdim shuni. Ya'ni nimaga biz ishlab chiqara olmaymiz shu narsani? Okean uni sun'iy qilsa bo'ladiki, masalan Xitoy quyosh ishlab chiqaryapti, oddiy. Sun'iy quyosh ishlab chiqaryapti. Nimaga biz oddiy suv havzasi qilolmaymiz? Yaxshi, o'rganib ko'ringlar aytasizlar. Botir aka, siz ham taklifingizni bering. Siz endi mutaxassis sifatida taklifni beringlar qani. Energetiklar ham birga ishlasin. Anvar aka. Energetiklar. Taklifni berasizlar, loyihani ko'rib, keyin men o'zimni fikrimni aytaman oxiriga. Bo'pti. Keyingi so'z navbati Murodjon Berdiyev o'zingiz shaxmat federatsiyasining raisi. Yosh shaxmatchilarning takliflari bor va yoshlar. Marhamat. Islom Shahzod Ubaydullayev. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon Berdiyev, men Islom Shahzod 4 yoshdan beri shaxmat bilan professional darajada muntazam shug'ullanib boraman. Va bu davrda ko'plab sovrinlarga erishganman. Osiyo chempionatlari va yaqinda bo'lgan O'zbekiston chempionatida ham 2 bronza medalning sohibi bo'ldim. Va hozirda Qashqadaryoda Zaynab Salomov tomonidan tashkil qilingan klub bor. Borganman. Hamma professional shaxmatchi tayyorlanish uchun hamma jihozlar bor. Hamma jihozlar bilan ta'minlangan. Va o'zim borib ochdim shunda. Maktabda yoniga, ha? O'sha maktabda yoniga. Va nima takliflaring bor, qani? Taklifim shundan iboratki, bitta grossmeyster chaqirib o'zimizda o'quv yig'ini qilsak, Qashqadaryolik shaxmatchilar uchun. Qashqadaryolik shaxmatchilarda juda kuchli trener yo'q. To'g'risini aytsam, grossmeyster bilan shug'ullanish biz uchun juda ham zarur. Yig'inni tashkil qilib beramiz. Juda to'g'ri aytyapti bu. Mayli, doimiy kelib o'tira olmaydi ular vaqti juda kam, lekin kelib bir master klass o'tkazib ketsin bularga. Tushunarli. Taklif kiritamiz. Yaxshi, yana to'g'risi shundan iborat edi. Hayajonlanyapti Murodjon Berdiyev. Viloyat hokimi xalqaro darajada shaxmat musobaqasini o'tkazmoqchi. Ular Amir Temur bobomizni mana 690 yilligiga kurash bo'yicha xalqaro musobaqa o'tkazamiz. Shaxmat ham qo'shib yuboringlar nima? xalqaro musobaqa qilyapti. Hozir nimasini $10,000 qilib belgiladik. Xudo xolasa mana bularga ham $10,000 bo'lmasa ham sal kamroq qilib bo'lsa o'tkazaylik qani. Rahmat. Keyingisi.
rahbariyati Abdujabborov aslida. Qani? O'sha turgan Mikrofonni ber Asliddinga. Mikrofonni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jon Bedalevich, tayyorlash qatnashchilari. Bu yig'ilishda o'zimizni loyihamizni tanishtirishni ko'rsatamiz. Bizning loyihamiz kitobxonlik. O'zim Xalqaro Innovatsion universitetida ishlayman. Hozirgi kunda ikkita universitetda ishlab keldim. Talabalarda asosiy bo'lgan muammo endi o'qishga kelgan talabalarda o'zini yo'nalish bo'yicha kitoblar topolmaydi. Elektron kutubxonalar ko'p, shahrimizda kutubxonalar ko'p. Lekin har birini o'zini yo'nalishi bo'yicha qanday kitoblar o'qish kerak, bosqich o'rganish uchun kitoblar ro'yxatini beradi. Biz shunday loyiha qildikki, loyihamiz nomi kitobxonga, ya'ni sun'iy intellekt yordamida kitob haqida o'zini qiziqishlari haqida kiritadi, ma'lumot kiritadi va kitoblarni yo'nalish bo'yicha tartiblar beradi. Nechta odam loyihadan foydalanyapti hozir? Loyihadan Xalqaro Innovatsion universiteti talabalariga Xalqaro Innovatsion universitetiga loyihalar ko'p talabalar foydalandi. Nechta jami? Mingga yaqin talabalar foydalandi. Taklifing? Taklifim loyihani keng jamoatchilikka targ'ib qilish, ya'ni maktablarda hozirgi paytda raqamli Nima qilishimiz kerak shu uchun? bizga marketing tomonidan yordam Nima bo'yicha? marketing tomonidan yordam qilishimiz kerak. Abror. Hozirgi vaqtda ota-onalar yoshlarni kichik yoshligidan qaysi yo'nalishga qo'yib qo'yapti. Lekin o'zlarida to'liqroq ma'lumot bo'lmaganligi uchun xalq o'qituvchilariga beryapti farzandini. Qanday kitoblardan o'qish kerakligini bilmayapti. Shu maktabdan boshlab kollej, universitetlarga qarab o'qishimiz kerak. Startapga aylantirmoqchi Murodjon Bedalevich bilan marketing uchun ular mablag' so'rayapti. Albatta bu talablar bor. O'zini talablarini mutasaddi beradi. Yaxshi, yoshlar daftardan tashqari biz mahalliy hokimiyatdan ham ajratamiz. Mablag' Anvar aka, ko'ringlar, qo'llab-quvvatlaylik. Agar haqiqatdan mana komissiya ko'rib chiqsin, bo'ladigan bo'lsa, mablag'ini beraylikda ishlasin bular. Ma'qul, to'g'ri, bu kitob o'qishda targ'ib qilyapti. Hech qanaqa masala yo'q. Kecha mana aytdik-ku, maktabda ta'lim inflyatsiyasiga yo'l qo'ymasligimiz kerak deb. Bu uchun mana kitob o'qishni biz ko'paytirishimiz kerak. Insho yozsangiz, birov yozib bera olmay qoladi-da hozir. Kitob o'qigan odam yozadi, dunyoqarashi keng bo'ladi, nutq madaniyati zo'r bo'ladi kitob o'qigan odamlar. Fikrlashi zo'r bo'ladi. Prezidentimiz mashina beryaptilar-ku, kvartira beryaptilar, kitob o'qib birinchi o'rinni olgan odamga. Mana o'zimizdan ham kosondan yigit olib keldik mashinani. Ko'p savol bo'ldi. Mutolaa degan platforma bor. O'shanda farqli nima savol berishdi. Undan farqi bizdagi kitoblarni mutolaada kitoblarni yuklab oladi, o'zida o'qiydi. Bizda faqat sun'iy intellekt yordamida kitob muhokama qiladi. Tushunmagan joylarini ko'rib, muhokama qilsa ham bo'ladi. Buni ko'ringlar mana. Almanov birgalikda ko'ringlar. Siz ham tashabbuskor yigit qodirali. Foydalanib imkon yordam qilib beramiz. Masala yo'q. Ko'rdingiz endi sfera o'quv markazlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari, yig'ilish qatnashchilari. Avvalambor biz o'zimizni tanishtirsangiz, biz sfera o'quv markazi IT bo'yicha o'qib kelyapmiz 2021-yildan beri. Bugungi kunga 1000 ga yaqin o'quvchilarni bitirib, shulardan 300 ga yaqin nafarini o'zini maxsus ishlari, startap loyihalari va chet davlatlarda ham biz ish bilan ta'minlashga va o'qishni ta'minlashga biz harakat qilib kelyapmiz bugungi kunda va hozir mana shu o'tgan safarni bitiruvchilarimiz 40 dan ortiq bitiruvchilarimiz bo'lsa, shulardan 20 ga yaqini o'zini ish bilan ta'minlandi va biz parallel ravishda Sfera akademiya o'quv bo'limi va parallel ravishda
IT bo'limimiz ham bor. Bugungi kunda biz IT xizmatlarini, mahalliy IT xizmatlarini ham qilib kelyapmiz. Xususan mana yaqinda Ilmuzyo o'sha o'quv markazi Ilmuzyo xususiy maktabi bilan birgalikda ularga onlayn maktab taqdimotini ham, onlayn maktab platformasini qilib berdik va buni ommaga taqdim qildik. Bizni hozir agar ruxsat bersangiz, kichkina bir taklifimiz bor edi. Biz mana xabarimiz bor, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yoshlar markazi, ya'ni o'quv markazida forumi tashkil qilingan. O'tgan yil va undan oldingi yilda bu o'quv markazida forumi bo'lib kelyapti. Mana shu o'quv markazida forumda respublika emas, Qashqadaryoning o'zini miqyosida chekka olis hududlarda ham sizni shaxsan o'zingizni tashabbusingiz bilan bir tashkillashtirsakda, o'sha olis hududlardagi o'quv markazlaridagi yig'ilib qolgan muammolar bo'lishi mumkin. U yoqdagi ilg'or yoshlarni qanaqadir startap loyihalari yoki qanaqadir g'oyalari bo'lishi mumkin, ulardan bo'lgansak va sizni shaxsan o'z tashabbusingiz bilan birgalikda bu narsani ko'tarib kayfiyatni tashkil qilsak. Yana bitta kichkina loyihachamiz bor. Bu loyihacha mana yaqinda o'sha 2 kun oldin davlatimiz rahbari tomonidan selektor yoshlar bilan muloqot bo'ldi va shunda eng katta ko'tarilgan masala bu xavfsizlik tizimi yuqori o'rinda ko'tarildi. Yoshlarni aynan har xil jinoyatchilik yoki boshqa salohiyatdan oldini olish, ya'ni ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish. Biz shu yo'nalishni nazarga olib mahalla 24/7 degan platforma tashkil qilyapmiz. Hozir biz komandamiz boshlash arafasida boshlayapmiz. Mahalla 24/7 da har bitta murojaat yoki har bitta ma'lumotnomani endilikda platformada olsak bo'ladi. Misol uchun, men Toshkentda o'qiydigan bo'lsam, Toshkentda menga qanaqadir mahallani ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, u ma'lumotnoma uchun Qashqadaryoga ketishim kerak-da. Shunda biz platformaga, Qashqadaryo misolida platformaga joylashtirib, alohida platforma orqali olsak, birinchidan sarsongarchilik oldi olinadi, ikkinchidan yo'l xarajatlari ancha qisqarishi mumkin. Ikkinchi masalamiz yana bitta muammo bo'lishi mumkin. Qaysidir vaziyatda bizga mahalla uchastkovoyi, mahalla deylik raisi yoki mahalla yoshlar yetakchilarining nomerlari yoki ma'lumotlari kerak bo'lib qolishi mumkin. O'sha mahalla platformasida, mahalla 24/7 platformasida bu nomerlar joylashtiriladi va ma'lumotlar joriy qilinadi. Undan tashqari yana bitta narsa bo'lishi mumkin. Mahallaga tegishli qanaqadir murojaatnomalar o'sha platformaga joylashtiriladi va sun'iy intellekt orqali bu alohida yo'nalishlarga bo'linadi. Misol uchun, kimdir uy qurilish yoki kadastr muammosi bo'lishi mumkin, mahallaga murojaat qilish mumkin yoki bo'lmasa deylik murojaatnoma, musiq, ya'ni chiqindi ma'lumotlari bo'yicha murojaat qilish mumkin yoki boshqa masalalar bo'yicha murojaat qilish mumkin. Sun'iy intellekt bu masalani alohida kadrlar masalasi, ya'ni alohida yo'nalish egalariga yo'naltiriladi va bu joyda ko'p ma'lumotnomalar yoki murojaatlar to'planib qolish oldini olinadi va o'z joyida hal qilishiga yechimlanadi. Misol uchun, arzimagan misol uchun murojaatnomalar bo'lishi mumkin, o'shanga qanchadir vaqtga ketishi mumkin. Sun'iy intellekt unga ma'lum bir tushuntirish olib boradi, qayerlarga murojaat qilish kerakligi va nimalarga amal qilishlik kerakligini tushuntirib o'tadi. Mana shu bizning loyihamiz. Bu loyihaga bizga bitta mahallani biriktirib bersangiz va shu mahalladan boshlab sizga taqdimotini tez orada biz Almanov gapir. Salohiddin aka ham tayyorgarlik ko'rsin. Bu bo'yicha. Assalomu alaykum. Hozir taklifni o'rganib chiqamiz. Bu yoqda mahallaning yettiligi bo'yicha ma'lumotlar yagona interaktiv xizmatlar portali orqali hamma o'zi kabinetdan kirib ko'rishi mumkin. MyGov.uz orqali. Undan keyin xalq nazorati platformasi orqali murojaatlarni yagona tizimga birlashtirish bo'yicha markazlashgan ish ham ketyapti. Ular bilan birgalikda ishlab, bu tizimni ham tanishtiramiz. Xohlagan ma'lumotni hozir men sotkamdan olishim mumkin-da, telefon qilib. Nima, telefon emas, o'shanga kirib. Xuddi shunday. Keyin hokimlikda o'zida ham raqamli hokimiyat axborot tizimi ishlab chiqilyapti. Bu tizimda ham shu uchun birga ishlanglarda, bu yoqda ham taklifini olib, mukammallashtiringlar o'sha dasturni. Tushunarlimi? Chunki bu aytayotgan narsa ko'pchiligi bor-da. Amalda foydalanib kelyapti ko'pchilik. To'g'risida, to'g'rimi, noto'g'rimi? Xohlagan ma'lumotni hozir olishing mumkin. Ha? Mavjud bor tizim. Xafa bo'lmaylar, lekin borda, masalan, shaxsan men foydalanaman shu tizimlardan. Biron bir ma'lumotnoma kerak bo'lsa, shunga kiraman, foydalanaman.
Salohiddin aka nima deysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haqiqatan hozir aytib o'tilgan ko'p masalalar bor bizda, MyGov tizimida ham boshqa yo'nalishlarda platformalar mavjud. Lekin bu bilan o'tirib shaxsan gaplashib Mahallani bering menga bitta deyapti. Mahallani. Shu uchun mana mahalla raisi ham turibdilar, Olim aka, bitta mahalla misolida ko'rsatasizlar. Bir platforma qilyapti-ku, Tunon Alisher bilan ekanlaring menga taqdim qildinglar-ku. Alisherni ham jalb qilinglar-da, birgalikda ishlanglar. Elnur bilan. Tushunarlimi yo'q? Bu yoqda takliflarini olinglar. Menga shu mahalla bilan bog'liq degan joyim ma'qul bo'ldi. Rahmat. O'tiringlar. Bugungi taklifimiz Karipov Abror eng yosh tadbirkorimiz Murodjon Berdayev. O'zingizdan bilasiz, ijtimoiy tarmoqlar hozir juda ham faol bo'lib ketgan. Bu yosh tadbirkorning Medosfera degan klub ochib 40 dan ziyod faqatgina Instagramda faol bo'lgan yoshlar. O'zini ham 200 mingdan ziyod podpisчики bor. Atrofidagi 40 ta yoshda ham eng kami 80 mingta podpisчики bor. Qashqadaryolik Insta blogerlar. O'shani rahbari bo'lib, o'zini taklif bilan kelgan. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmatlar, qatnashuvchilar. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Media va marketing sohasida 5 yildan beri shug'ullanib kelamiz. Hozirda 20 tadan ortiq o'zimizning xodimlarimiz bor, vakil bilan keldi va buni yil so'ngigacha 50 taga chiqarmoqchimiz. Eng yosh xodimimiz maktabda o'qiydi, 10-sinf, hatto shu holatda 2-3 million atrofida daromad ko'radilar. Va 20 ta xodimimiz ham hozirgi kunda rasmiy ish faoliyatidan o'tmagan, endi sekin-sekin qilmoqchimiz. Va hozirgi kunda 25 tadan ortiq Qashqadaryodagi mahalliy brendlar bilan ishlab kelamiz. Ulardan misol Smart maishiy texnika do'koni va zavodi, Rajab mahsulotlari ishlab chiqariladigan zavod va Ulug'bek sukut ko'plab loyihalar bilan ishlab kelamiz. Hozirgi kunda bizning ko'p xodimlarimiz 14 yoshdan 30 yosh oralig'ida va xodimimiz qaynoq. Agar imkoniyat bersanglar, yirik biznes egalari bilan bizani yaqinroq tanishtirib qo'yib, ularning loyihasini ham shu viloyat miqyosida, respublika miqyosida tanishga yaqindan yordam bermoqchimiz. Va hozir bizga shu 30 ta xodimni 50 ta qilish maqsadida ijaraga joy oldik va ijaraga joy olib buni jihozlashga yoshlar markazi yaqindan yordam berib, shu 300 milliongacha bo'lgandan keyin kreditni o'sha olishda yaqindan yordam berishyapti. Rahmat. Ma'qul, yordam qilamiz, birgalikda ishlaymiz. Chunki bularda podpischiklari ko'p ekan, bular yoshlarimiz bilan bog'liq siyosatlarimizni yuritishga foydalanamiz bulardan. Rahmat. Biz siz bilan qaysidir obyektlarni ochilishda komandasi bilan yordam bermoqchi, Instagramda yozish. Bilaman. Bularda aytishga bularni men ham kuzataman. Shuning uchun tushundim hammasini. Yana bitta taklif bor. Marhamat, mikrofonni bering. Marhamat. Chiqsangiz ham bo'ladi, men mikrofonni beraman. Assalomu alaykum. Ismim Nuriddin. 2020-yilda tadbirkorlik faoliyatini boshlaganman. Sunrise nom mahsulotlari brendiga asos qo'yganman. Bu brendimizda intellektual mulk agentligi tomonidan patentlandi va hozirgi kunda Qarshi shahri bo'yicha 3 ta filialimiz bor. Mana bu yerda hozir taklifim shundan iboratki, hozir ko'rdim, tengdoshlarim ko'pchiliklari o'sha IT sohasi bo'yicha o'zlari takliflarini, sun'iy intellekt bo'yicha takliflarni aytishdi. Men ishlab chiqarish yo'nalishiga e'tibor qaratishni so'rayman. Juda to'g'ri. Chunki bilamizki, har bitta davlatda rivojlanishi, har bitta hudud sanoatga bog'liq-da. Sanoatga bog'liq, eksportga bog'liq. To'g'ri, sun'iy intellekt xizmat ko'rsatishni ham eksport qilsa bo'ladi. Masalan, hozirgi kunda ham logistik kompaniyalarimiz bor, IT kompaniyalar o'zining xizmatlarini Amerika bozorida sotib daromad qilishmoqda. Xo'p, mening taklifim shundan iboratki, yosh o'zini tadbirkorlik faoliyatiga qiziquvchan yoshlarimizni o'z sohamni, ya'ni
non mahsulotlar ishlab chiqarish, sotish bo'yicha o'zini bilimlarini bizada ma'lumot markazi bor tashkil qilingan. O'shanda o'quv kursi qilib tashkil qilsam, hozir yo'nalishda bor, sartaroshlikdagi, boshqa yo'nalishdagi ularga bir oy qanchadan muddatda o'qitiladi va sertifikat beriladi. Sertifikat berilgandan keyin o'sha yosh tadbirkorlik faoliyatini boshlash mumkin. Xuddi shunaqa men o'z sohamni o'sha yoshlarga o'rgatmoqchiman va kursni o'sha bitirgandan so'ng tadbirkorlikni tamomlagandan so'ng o'z franshizamni bermoqchiman. Ya'ni brendimni beraman. Bu ularga tezroq bozorga kirishiga sababchi bo'ladi, chunki hozirgi kunda bizning mahsulotlarni ko'pchilik xalqimiz taniydi, sevib iste'mol qiladi va shu bilan qatorda mahsulotlarimiz 27 ta davlatga, ya'ni mehmon sifatida tashrif buyurgan va yaxshi nimalarga, e'tiroflarga sazovor bo'lgan. Xo'p, taklifim shu ma'lumot markazida kurs olish uchun amaliy yordam berishingiz va o'sha kursga men o'zimni ishlab chiqarish jarayonlarimni amaliyotda ko'rsatib, o'sha o'quvchilarga, talabalarga ko'rsatib, har bitta bosqichini tushuntirib o'rgataman. Ularga hozirgi kunda mana yoshlarimizga prezidentimiz tomonidan imkoniyat berilyapti. Kredit olib, o'z biznes faoliyatlarini boshlashadi. Buni o'rtacha hisobini ham nima qilib chiqarganman. Xo'p, bitta tadbirkorga o'rtacha hozir 100 million so'm atrofida mablag' kerak bo'ladi. Bu mablag'ni o'sha mahalla tomonidan, o'sha jamg'armalar tomonidan ajratilyapti. Bu faoliyat bilan bemalol boshlash mumkin. Hozirgi kunda bilamizki, Qashqadaryoda, Qarshida ko'p qavatli binolar, turar joylar ko'payyapti. Har bir turar joyda maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari bo'lishli, shu bilan bir qatorda misol novvoyxona aytaylik, yo'nalishi ham bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaxshi. Rahmat. Albatta takliflaringizni inobatga olamiz. Anvar aka kirib menga axborot berasiz. Birga ishlaylik. Abror, senga rahmat. Senga topshiriq bo'ladi, kelgusi hafta payshanba kunga sanoat yo'nalishida tadbirkorlikni qilaman degan yoshlar yig'asan. 10 tami, 20 tami, 30 tami, 50 tami tushuntira olammi yo'qmi? Mana Dilshod Ubaydillayevga ham topshiriq, Shahruzga ham, Milliy bankka ham sanoat yo'nalishida Dilshod aka. Men nima, Savdo sanoat palatasi. Mirzohid, tushundingmi? Sanoat yo'nalishida tadbirkorlik qilaman degan yoshlarni topasan menga. Biza nima masala, nima muammosi bo'lsa olib kelasan, mana shu yerga hal qilamiz. Shtabimiz mana shu yer bo'ladi, Dilmurod aka, xafa bo'lmasangiz. Mana shu yerga tashkil qilamiz. Nima masala bo'lsa hal qilamiz. Yo yoshlar markaziga o'zingga o'sha yerga boramiz yoki bu yerda. Tushunarlimi? Chunki tadbir hozir opajon, tadbirkorliklar bo'yicha ham birdan harakat qilishimiz kerak-da. To'g'ri, juda qattiq nima. Chunki bizaga asosiy daromad keltiradigan soha sanoat. Sanoat, yana bir bor sanoat. Marhamat, mikrofonni bering. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yig'ilish qatnashchilari, aziz yoshlar. Avvalambor bizning tashabbuslarimizni, takliflarimizni qo'llab-quvvatlayotgan uchun katta rahmat aytaman. Men Nilufar Samadova, Qarshi davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasiman. Shu bilan bir qatorda ilmiy izlanishlarim orqali sizni qo'lingizdan viloyat hokimi stipendiyasi olishga muvaffaq bo'ldim. Beruniy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasiman. Universitetimiz rahbariyati qo'llab-quvvatlashi bilan birgalikda ijodkor yoshlar jamoasi to'plab mushoira klubi rahbari bo'ldim. Universitetda startapchi yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida startap garaj lideri faoliyat yuryapman. Bugun sizga berayotgan taklifim Qashqadaryo onalarining bir so'zi desak ham bo'ladi. Men
O'zim tajribamdan bilaman, 3 nafar yosh farzandim bor. Shu bilan birgalikda o'qiyman, ishlayman. Ayollarni, onalarni manfaatli qilsak, ularni ilmli, ziyoli qilsak, yosh avlod, farzandlarimiz, kelajagimiz ilmli, ziyoli bo'ladi. Bu yerda hozir juda kerakli takliflar bo'ldi. Universitetlarda, maktablarda, bog'chalarda farzandlar bilimli bo'lishi mumkin, lekin ular onalarning qo'lida farzandlarimiz. Juda to'g'ri. Juda Shuncha to'g'ri. manfaatli onalar maktabi tashkil qilsak, buning uchun juda katta mablag' talab qilinmaydi, faqat tizimli qo'llab-quvvatlash talab qilinadi. To'g'ri. Bunda sizdan amaliy yordam so'rab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Albatta buni taklifingizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ming rahmat sizga. Albatta mana shu ma'rifatli onalar maktabi tashkil bo'lsa, bular mana erta tug'ruqni, erta nikohni oldini olish bo'yicha ham Ziyodaxon ishlaydi. Tushunarlimi? Hozir bir minut. Erta tug'ruq, erta nikohni oldini olish bo'yicha ham ishlaydi. Ma'rifatli onalar maktabi. Tezroq buni nizomini ishlab chiqinglar. Respublikada bo'lsa kerak, bo'lmasa agar Qashqadaryo tajribasi qilib nima qilasizlar? Buni farmoyish ham tayyorlaylar bitta. Tushunarlimi? Xotin-qizlar boshqa. Mana hozir mana Abduvohid akam agar aytishlari ham mumkin. 202 ta qizlarimiz hozir bizada viloyatda eng xulqi buzuq jinoyat sodir qilgan va sodir etilgan jinoyatni qurboni bo'lgan, jabrlanuvchisi bo'lgan deb ro'yxatga olingan. 202 nafar. Qaniki shu ma'rifatli onalar maktabi bo'lsa edi, o'shani ham onasini ham tarbiyalash kerak ularni o'zi. O'shalarni o'zini ham tarbiyalash bo'yicha bizga amaliy yordam qilardi. Ming rahmat sizga. Tezroq nizomini ham ishlab chiqinglar, farmoyishni ham kiritinglar, sharoit ham yaratib beramiz. Texnika yo'q bo'lsa, bular texnika ham olib beramiz. Kerak bo'lsa yurib targ'ibot ishlarini amalga oshirish uchun. Rahmat. Marhamat yigit. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti 4-bosqich talabasiman va hozirgi kunda mustaqil havaskor tadqiqotchi sifatida faoliyat olib boraman. Taklifim Taklifim shundan iboratki, viloyatimizda yosh olimlar jamiyatini, ya'ni ular uchun alohida jamg'arma tashkil etish va ular faoliyatini yo'lga qo'yish. Ya'ni bizda hozir klubim bor o'zimda, 25 nafar volontyor talaba sifatida ish olib boramiz. Asosiy maqsadimiz biza xalqlarning madaniyati, etnologik jihatdan, numizmatik jihatdan o'rganib chiqamiz va kontent olamiz. Asosiy maqsad madaniy meros obyektlarini yoritish, ya'ni bitta platforma yaratish. Platforma nimadan iborat bo'ladi? Platformada biza dastlab 3 ta tilda ma'lumot bermoqchimiz. Masalan, Odina masjid tarixi haqida Google'ga kiramiz, qisqa ma'lumot bor. Lekin hozirgi kunda Qarshi davlat universitetida Hindistondan tashrif buyurgan talabalar tahsil olmoqda. Ular agar Odina masjidga boradigan bo'lsa, o'z ona tilida yoki ingliz tilida ma'lumot kerak. Agar hozir bizga imkoniyat bo'lsa, biz platforma yaratamiz. Dastlab biz rus, ingliz tilida platformamizda ma'lumotlar joylashtirmoqchimiz va har bitta merosiy obyekt oldiga QR kod yasamoqchimiz. QR kodni qo'yamiz, QR kod skanerda platformaga o'tadi va ma'lumot oladi. Yaxshi, Alisher Zakirovga topshiriq yozinglar, turizm boshqarmasi bilan bular bilan birga ishlasin. Yoki yoshlar agentligi. Juda ma'qul og'ayni seni gaplaring. Komila opam ham bularga amaliy yordam qilinglar. Mana Qashqadaryo tarixiy obidalari degan kitoblar chop etildi. Kechagi boyagi kitoblarimiz manba bilan ta'minlaylik bularni ham. Rahmat. Asosiy taklif bordi. Ayting. Biz tarix yo'nalishida o'qiymiz. Shu sababli jahon madaniy merosi fani o'qitiladi. Boshqa yo'nalishda o'qiydiganlar uchun bu fan o'qitilmaydi. Aynan bizga hozir tarix yo'nalishida o'qiyotganligimiz sababli O'zbekiston madaniy meros va obyektlar degan fan kerak. Bu fan yo'q. Agar hozir biz oliy ta'lim bilan ishlaydigan bo'lsak, bizga mentor kerak. Mentor sifatida biriktirsak, biz shu klubimiz faoliyatini yo'lga qo'yib, biz o'quv qo'llanma ishlab chiqsak, masalan, qarang, biz hozir jahon madaniy merosi fanida Janubiy Amerika madaniy merosini o'rganyapmiz. Nima uchun Janubiy Amerikada tahsil olayotgan talabalar O'zbekiston madaniy merosi haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi. Biz birinchi o'zbek tilida, ya'ni Qashqadaryo
misolida madaniy meros obyektlarini jamlagan bitta o'quv qo'llanma tashkil etishimiz asosiy rejamiz. Keyin viloyatdan kesimda yosh olimlar shu o'zimiz tengdoshlarimiz tadqiqotchilarda yosh olimlar klubini tashkil etadi va oyma-oy ular bilan musobaqa uyushtiramiz. Bizga amaliy yordam kerak, ya'ni bizlarni shu professor o'qituvchilar olimlar bilan biriktirishingizni so'rayman. Mana yaxshi. Yana mentor deganing bu nazoratda bu, ha? Nazorat, mentor degan shundaymi? Bir oyda masalan offline seminar bo'lsa 2 kun, onlaynga ham 1 kun bizga vaqt ajratayotgan bo'lsa, bizlar o'zimiz ilmiy ish qilib qiziqamiz. Tadqiqot qilishga qiziqamiz. Og'aynijon, ming rahmat senga. Ko'p yoshlar mana madaniy meros boshqaga qiziqmaydi, lekin sen qiziqyapti ekansan. Respublikada eng ko'p tarixiy obida meroslar qaysi viloyatda? Qashqadaryoda. Bilmasang bil o'jura. Lekin bizadagi tarqoq bo'lgani uchun ko'pchilik buni bilmaydi. Buni tarixini o'rganadigan odamlar kam. Men boya Amir Temur haqida bekorga gapirmadim senga. Agar Amir Temurni chuqurroq bilsang, nima uchun bunaqa bo'lganligini ichiga kirsa bo'ladi-da. Shuning uchun arxeologiya sohasida ham, tarix sohasida ham ishlaylar, takliflar beringlar. Alisher Zakirov degan o'rinbosarim keladi. Sen shu klubning a'zolarini yig'ib qo'y. Sizlar bilan birga uchrashadi, musobaqa ham qiladi, taklif ham qiladi. Qaniki sizlar mana shu tarixiy obidalarimizni o'zbek tilida emas, boshqa tillarda tarjima qilib qo'ysanglar, ijtimoiy tarmoqlarga, umuman platformaga qancha turist ko'radi, o'qiydi, keladi, turizm salohiyatimiz oshadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Ana foyda keladi davlatga qancha. Bu bilan qancha mehmonxona, qancha restoran, qancha stalovoy, qancha transport yuradi. Yani demang, ayt, nima demoqchisan? Keyin hozir Amir Temur 690 yillik dedingiz, kurash, shaxmat. Bize Qashqadaryo viloyati, ya'ni Amir Temur yurti sifatida shaxsimizni bitta xalqaro miqyosdagi ilmiy anjuman tashkil etsak, o tashkil prezidentimizning qarori chiqqan. O bo'yicha o'tadi o'zi. Sen ijtimoiy tarmoqlardan qarorlarni ham o'qida. Viloyat hokimining ham qarori chiqdi. Gazetapasda o'qib turinglar, gazetalarga yozyapti hammasini. Bu 2 oy oldin chiqdi bu narsalar. Yana bir yigit qo'l ko'tardi. Nima deysan, gapir. Kel yaqinroq kel, tez kel. Assalomu alaykum. Men Qo'rg'ondan Abdurahmon ismim. Qarshi davlat texnika universitetida o'qiyman. Men bitta loyiha boshlab qo'ygandim, masofaviy ta'lim bo'yicha platforma ishga tushirildi. Hozirda Qarshi davlat texnika universiteti masofaviy bo'lim boshlig'i bilan, kafedra mudiri bilan ish faoliyati olib borildi. Sinov jarayonlari yaxshi muvaffaqiyatli o'tdi. Men hozirgi Zoom platformasini o'rniga hozirgi qo'llanayotgan yangi Hallayim Edu nomli platformani joriy qilyapmiz. Agar shu bo'yicha ko'rib chiqinglar, agar ko'mak bo'lsa beramiz. Sizlarniki zo'r bo'lsa, senikini moliyalashtiramiz. Zo'r bo'lsa. Qani marhamat. Kim gapir? Kel, tez. Assalomu alaykum, hurmatli murojaatchilar. Assalomu alaykum. Men Qarshi shahridagi birinchi sonli ixtisoslashtirilgan maktab internatida 10-sinf o'quvchisi bo'laman. Siz bilan avval xushxabar baham bermoqchiman. O'tgan yilning 2025-yilning iyul oyida respublikamiz miqyosida 12 ta viloyat jamoalari o'rtasida prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan dolzarb 90 kun loyihasi doirasida maktab o'quvchilari o'rtasida birinchi marotaba Urfon Show intellektual turnir o'tkazildi. Va bu turnirda Qashqadaryo yoshlari birinchi o'rinda qo'lga kiritib chempion bo'lishdi. Bu Rahmat. Bu natija nafaqat bizning jamoamizni, balki butun viloyatimiz yoshlarining natijasi hisoblanadi. Va shu o'rinda ruxsat bersangiz o'z taklifimni bildirmoqchiman. Marhamat. Qashqadaryo tajribasi asosida maktab o'quvchilari o'rtasida yirik intellektual olimpiada tashkil etilsa, bu olimpiada doirasida nafaqat zakovat, balki shaxsiy o'yinlar, erotik kvartet, breyning kabi zakovatning boshqa turlari bo'yicha ham musobaqalar tashkil etilishi mumkin. Va bu o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini hosil qilib, ularning bilimga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.
Agar ushbu tashabbus haqiqat berilsa, bu faqat bugungi yutuqlarimizni mustahkamlaydi, balki kelajakdagi yanada yirik g'alabalarimiz uchun mustahkam foydali yaratar deb hisoblayman. Yaxshi. Umuman sizlar mana shu ilm fanni o'rganish bo'yicha, olimpiada o'tkazish bo'yicha qanaqangi taklif bersanglar, hammasini qo'llab-quvvatlab kelyapmiz. Anvar aka, Abror birga xalq ta'limi bilan ishlab taklif kiritinglar. Yaxshi. Bo'ldimi, bormi yana? Qani qo'l ko'tardi, gapiradi, nima demoqchisan? Kel. Oho, uni medallari ham ko'p ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iqtisodiyot va televizion universitetining 3-kurs talabasiman. 2025-yil Isroilov ko'rsatuvchi. Hozir kunda 3-kursda tahsil olib kelmoqdaman. Sizga o'z quvonchimni va ota-onam xursandchiligini baham qilmoqchiman. 2025-yil shaxsiy kitob to'plamim, she'riy to'plamim nashrdan chiqdi. Kitobim Ko'ngil kamalagi deb nomlangan. Ushbu ruxsat bersangiz, ushbu kitobni sizga taqdim etaman. Okey. Qaysi nimada she'r yozasan ko'proq? Qaysi janr? Janr oddiy janr, ulkan hali. Endi boshlaganda to'g'risi hali. Qaysi fakultetga o'qiysiz? Xorij til adabiyoti. Rahmat. Rahmat senga. Yana marhamat. Qani jo'ra? Ha? Keyin berasan, men ham senga sovg'a berishim kerak hozir. Hozir keyinroq nima qilasizlar. Xo'p. Marhamat. Tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz bor. Agar ularga endi vaucherlar topshiraylik. Qani banklar chiqsin bu yoqqa. O'quv markazlarini tashkil etish uchun Yoshlar agentligi jamg'armasidan 130 millionlik suda vaucheri bilan Jalilov Shahriyor Rahmonov. Qani? Chennay Kishotsanov, Ko'dala tumanida 130 million so'mlik suda bilan o'quv markazi ochish uchun. Qo'yli va Marjona Qudratov Nishon tumani. Dusiyarov Jasur Xolmomonov. Birinchisini o'qi, birinchisini. Jalilov Shahriyor. O'quv markazi ochish uchun suda bilan taqdirlanadi. Shenay Dilshod 130 million so'mlik suda. Qo'yli va Marjona 130 million so'mlik voucher bilan taqdirlanadi. Yoki tadbirkor o'quv markazi ochish uchun. Nishon tumani. Dusiyarov Jasur Xolmomonov, Qamash tumani. 130 million so'mlik voucher. Shukurova Dildora 130 million so'mlik bilan suda bilan Shukurova Dildora. Shukurova Dildora. Izma ketdi. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yoshlarga Aloqa banki bilan hamkorlikda kredit voucherlar topshiriladi. Qo'ziyev Navruzbek. Parrandachilik uchun. Ha, xuddi shunday. Parrandachilik uchun 100 million so'm. Qani? Tez-tezki. Obolu Baxtiyor, bravo. Aloqa bankdan 96 million so'mlik kredit ajrat Laba avtomashinasi.
Abdug'aniy va Ruxshona 100 million so'mlik kredit voucher. Non va non mahsulotlarni ishlab chiqarish. Labot ko'chada turibdi, tayyor. Tayyor. Abdug'aniy va Ruxshona non va non mahsulotlarni ishlab chiqarish. 100 million so'mlik kredit. Eshvoltay va Azizlar Baxtiyor qizi hunarmandchilik faoliyatini tashkil etish uchun 100 million so'mlik imtiyozli kredit voucher. Ishonbob bering. Keling. Turmush o'rtog'i olaylik. O'zbekiston Milliy bank AZ bilan hamkorlikda kredit voucherlar topshiradi. Halima Murodilla Ziyodullayev Avicina School xususiy maktabini jihozlash uchun 500 million so'mlik kredit mablag'i. Bektosh aka, bering. Abid va Mashkura Akbarina bolalar maktabi boshlang'ich ta'lim maktabini jihozlash uchun 500 million so'mlik kredit voucher topshiriladi. Turdiyev Elyorjon Ismatillov Brands Burger MCD tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun 600 million so'mlik kredit bilan bugungi kunda Bolalar akademiyasi xususiy maktabi ta'sischisi hisoblanaman. O'tgan safar butun Qashqadaryo yoshlari nomidan prezidentimizni yonlariga chiqib, rahmatlar, minnatdorchilik aytishga sazovor bo'ldim. Buning uchun men hozir mana shu yerda turib o'zimizning viloyat hokimligiga hamda yoshlar agentligiga yana bir bor minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sababiki bizga mana shunday imkoniyatlarni yaratib berayotgan, biz yoshlarni qo'llab-quvvatlayotgan rahbarlarimiz borligi uchun men juda ham xursandman, chunki 2,5 milliard so'm miqdorida kredit olgan bo'lsak, bizni mana shu kreditni olganimizdan keyin ham hattoki tashlab qo'yishmadi. Har doim yonimizda bo'lishdi, so'rab turishadi, bizga ota-onalarcha mehr, muhabbat ko'rsatishyapti. Mana shu uchun bugun yana bir bor mana shu imkoniyatlar uchun, mana shunday yoshlarga berilayotgan, yaratib berilayotgan sharoitlar uchun o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. O'sha paytda men uchrashuvga borganimda men Qashqadaryodanman desam, mana shunaqa 2,5 milliard so'm kredit oldik, biz oilaviy mana shunday tadbirkorligimiz boshladik desam, ular hayron bo'lib qolishdi-da. Qashqadaryoda mana shunday bizga yaratib berayotgan sharoitlar hamda e'tibor tufayli mana shu kunga yetib keldik va hozir ruxsat bersanglar Qashqadaryo haqida o'zim ijodkorman, pedagogman, shu bilan birgalikda ta'sischi hisoblansam-da bir she'r sizlarga aytib bermoqchiman Qashqadaryo haqida. Bu ham minnatdorchiligimni bir sizlarga izhor etish ruxsat bersanglar. Qashqadaryo go'zal ona yurt, Temuriylar yaratgan diyor, sohib jamol jonajon qarshim, sen o'zingsan suyganim faxrim. Obod bo'ldi shaharlar ichra, yosh kelinchak misoli qarshim. Tanimaydi safar ketganlar, qaytib kelsa mo'jiza shahrim. Shu mo'jiza bag'rida maskan, mening sevgan go'zal maktabim. Orzularim qanot yozdi shu yer, kuchga to'ldi ishonchli qalbim. Kecha orzu edi mana shu kunlar, bugun esa haqiqatdir chin. Biz yoshlarga yo'l ochib bergan, rahmat sizga aziz yurtboshim. Yana bir bor ming rahmat. Albatta mana shu prezidentimizni qo'llab-quvvatlaganliklari natijasida mana shunday natijalarga erishib turibmiz. Agar yurtboshimiz yoshlarga bunaqangi e'tibor bermasalar, banklarda ajratib bermasalar, katta kreditga pul bermasalar, bunaqangi imkoniyat bo'lmasdi. Mana Asalxon misolida buni o'zlarining hayotlarida mana bugun ko'rib turibdilar. Men sizga o'sha samimiylik uchun kechagi mana shu tadbirlarda ishtirok etib, butun Qashqadaryoning sha'nini, qadr-qimmatini ulug'lab himoya qilib kelgani uchun ming rahmatlar aytaman. Sog' salomat bo'ling doim. Rahmat. Endi gapirsak gap ko'p, Abror. Har payshanba kuni mana klublar tashkil qilamiz. O'zi bugun rejamizni belgiladik. Kelgusi hafta payshanba kuni tadbirkorlik qilaman degan, sanoat sohasini rivojlantiraman degan yoshlarimiz bilan uchrashamiz. Boshqa yoshlarimiz bilan ham uchrashamiz, lekin alohida masalani shu mavzuga bag'ishlaymiz. Bevosita sanoatni rivojlantirishga mas'ul
viloyat tashkiloti rahbarlarini ham taklif qilamiz. Qanaqangi imkoniyat, qanaqangi imtiyoz oldimizda bor, qanaqangi yoshlarimizga sharoit yaratsak bular tadbirkorlikka kirib keladi degan savollariga biz javob izlaymiz va birgalikda javob beramiz. Men shaxsan viloyat hokimi sifatida hurmatli yoshlar, ishoninglar, doimo sizlarning yonlaringga turishga, sizlarning har bitta muammolaringizni tinglashga va zudlik bilan hal qilib berishga tayyorman. Buning uchun mablag' ham bor, imkoniyat ham bor. Endi qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi. Shuning uchun yoshlarimiz ham harakat qilishlari, mana shu yurtboshimiz tomonlaridan yaratib berilgan imkoniyat va sharoitlardan bugun unumli foydalanishlari kerak. Hammalaringizga katta rahmat, sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Thank you.